AQSh Birinchi jahon urushiga 1917-yilning aprelida qo'shildi, lekin jang maydonlariga 1918-yilning yozida kirib bordi. Shunga qaramay, bu urush unga misli ko'rilmagan daromad olib keldi. Yevropadagi davlatlar urushga tayyor emas edilar va AQSh monopoliyalaridan ommaviy qurol-yarog' hamda oziq-ovqat xarid qilishdi. Urush yillarida AQSh monopoliyalari 35 milliard dollar sof daromad ko'rdi. Shu bilan birga Yevropaning 20 dan ortiq davlati, jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya, AQShdan 10 milliard dollar qarz oldi. Bu qarzga har yili 1 milliard dollar miqdorida foiz to'lashgan. E'tiborlisi, urushgacha AQShning o'zi Yevropaga 6 milliard dollar qarzdor edi. Urush davomida AQSh chetga sarmoya chiqarishni 6 baravarga oshirdi. Tashqi savdo aylanmasi 1914-yilda 2.3 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 1920-yilga kelib 8 milliard dollarga yetdi. Eksport importdan 4 milliard dollarga ortiq bo'ldi. AQSh xazinasida jahon oltin zaxirasining deyarli 50% to'plandi. 1914-1920-yillar oralig'ida AQSh milliy boyligi 2,5 baravar oshdi. 1920-yilda dunyo bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotning 47% AQSh hissasiga to'g'ri kelar edi. Ayniqsa, avtomobil ishlab chiqarishning 80%, neft qazib olishning 67% AQSh ulushiga to'g'ri kelgan. Shu tariqa AQSh urush orqali jahonning eng qudratli iqtisodiy va moliyaviy markaziga aylandi. Bu holat uni global siyosat va bozorlar ustidan ta'sir o'tkazadigan davlatga aylantirdi.